Oila muqaddas qo'rg'on, u hurmat, ishonch va mehr-oqibat ustiga quriladi. Ana shu poydevor yemirilsa, oila ham barbod bo'ladi. Afsuski, Qo'qon shahrida bir oila fojiali qismat bilan ro'baro keldi. Jahl aqlni yenggan, jilovlanmagan g'azab esa qayn ukani o'z pochchasining qotiliga aylantirdi. Qayerda o'tiradi? Ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchi muqaddam bir necha bor Jinoyat kodeksining turli moddalari bilan sudlangan, ammo o'tmishda qilingan xatolardan xulosa chiqarilmagan ekan. Opasi bilan turmush o'rtog'i o'rtasidagi kelishmovchilikka aralashish esa bu safar uni og'ir jinoyat yo'liga boshladi. So'kindi sizga. Undan oldin siz qayerdan keldingiz? Ko'chadan keldingiz. Ha, ko'chadan keldim. Men siyarni o'tirib, keyin shu holat bo'lib. Qaysi holat? So'kingandan keyin qilib yoniga kelib o'tirdim, qara gapirdi. Sud materiallarida qayd etilishicha, marhum 2023-yilning avgust oylaridan buyon turmush o'rtog'ining uyida yashab kelgan. Ayolning yaqinlari bilan birga istiqomat qilgan xonadonda esa er-xotin o'rtasida vaqti bilan og'zaki janjallar bo'lib turgan. Shunga qaramay ular yana birga yashashda davom etgan. Bu holat qayn ukaga yoqmagan. Voqea sodir bo'lgan kuni marhumning ayolni urib, tan jarohat yetkazgandan xabar topgan sudlanuvchi u bilan o'zaro sanmanga borishadi. Janjal avjiga chiqqan pallada sudlanuvchi pochchasini qo'llari bilan tanasining turli joylariga, yuziga urib, qasddan o'ldirish niyatida og'zi va burnini berkitib, bo'ynidan bo'g'ib qo'yadi. Oqibatda inson hayotiga zomin bo'lgan jinoyat sodir etiladi. Pochchasi hayotdan ko'z yumadi. U siz kirib ketgandan aytib qolgan. Ha, gapirganda top ko'rdim, men keyin tegman. Qo'lim tegmadi. Sudlanuvchi 40 yoshdan oshgan, 4 nafar farzandlarning otasi edi. Bunday holatda u bosiqlikni, sabr va murosani tanlashi, janjalni to'xtatib yaqinlarni yarashtirishi kerak edi, ammo arzimas sabab bilan boshlangan kelishmovchilik uni beo'xshov jinoyat sababchisiga aylantirdi. Oila muqaddasligi unutildi. Oqibati esa barcha uchun fojiali bo'ldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida mazkur ish har tomonlama o'rganilib, sudlanuvchining qilmishiga qonuniy baho berildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga ushbu modda bilan 10 yil ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'tatirilishi belgilandi. Inson ongli mavjudot, unda idrok qilish, fikrlash va to'xtab o'ylash imkoniyati bor, ammo bir lahzalik jahl, o'ch va qasos olish istagi odamni umrbod pushaymonlikka yetaklaydi. Biz kimningdir oilaviy dardlarini oshkor qilishdan manfaatdor emasmiz, faqat bitta gapni aytmoqchimiz. So'nggi pushaymon nadomatini totmasdan avval bir zum bo'lsa-da o'ylang. Orqada qoladigan farzandlaringiz, yaqinlaringizni el aro izza qilmang demoqchimiz. Maftuna Mamasiddikova, Abdulloh Rashidov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.